Assalomu alaykum. Sayfish kanalining a'zolari. Do'stlar, anchadan beri obzor qilganim yo'q edi. O'zimni mini razvodnyanni bugun qaror qildim qilishga. Nima uchun? Ishbatgacha qilmadim chunki bardak, chunki ish tugamaydi. Razvodnyanni ko'rsangizlar bo'ladi. Svetilnik buzilgan. Mana bu yoqdan setkalarini taxlab o'tiribman. Kabel ketgan, pechka. Xullas, doim рабочий zona obzor qilish uchun bir chiroyli holat bo'lishi kerak. Mana do'stlar, bu yerda kabel, bardaklar, рабочий zona, xullas mana kley, pichoq, bor holicha ko'rsatyapman. Hech qanaqa montaj qilmasdan mana svetilnik, setkalar, xullas shunaqa holatda obzor qilishni niyat qildim. Как есть, qanday bor shunday obzor qilaman do'stlar. Hech qanaqa bez montaja, bez уборки, bez nichего. Tozalamasdan, akvariumlarni tozalamasdan boricha, mana даже akvariumning suvi kamaygan. Do'stlar, mana bu birinchi akvariumimizda bu yerda michinoslar bor edi, Santa Claus michinoslar. Hozir bu yoqda michinos обычный va valiferalarning malyoklari. Yaqindan ham ko'rsataman. Do'stlar, malyoklar, valiferaning malyoklari, snejinka bor, orange bor, mana bu sariqqa e'tibor beringlar, вообще go'zal. Dumi qizil, o'zi sariqroq. Mana bunga e'tibor beringlar. Kul rang, ko'kimtir. Bu menimcha diki bilan qanaqadir, kim biladi qaysi rang bu, o'sha diki bilan snejinka bilmadim, nimadir qo'shilganda. Mana bu ranglarimiz bor, обычный. Do'stlar, mana avval akvariumda polni grunt bo'lardi. Sekin bunaqa idishlar qilib akvariumni gruntdan tozalayman-da, hammasini alohida idishlarga rastlinani qo'yishni boshlayman. Nima uchun? Chunki menga shunday udobni, tozalashga oson. Mana menda ham gubka turibdi, kompressorni kislorodidan tozalaydigan, ham filtr turibdi. Mana filtr shlang orqali bundaqa samodelni o'zgartirib dedim. Mana do'stlar, mana shunaqa samp, mana bu akvariumning ustida suv bu yerga tushadi. Mana suv tushyapti. Bu yerda lava, keramzit, bioshariki, mana shunday bo'lib tushadi. Lekin bu filtrni o'zida ham gubka bor. Mana o'zida ham gubka bor. Gubkadan ham o'tib, yana bu bio filtrdan ham o'tadi. Mana birinchi akvariumimiz do'stlar. Mana bu ikkinchi akvariumimiz. Bu yerdan xuddi shu ahvol. Sekin gullarni mana shunaqa tuvaklarga olmoqchiman, hammasini to'liq tagidagi chag'il bo'lmaydi. Menimcha shunday qilsam osonroq, chunki har xil qilib ko'rdim. Umuman rasteniyasiz qilib ko'rdim, be rasteniya, be tagidagi mana bu toshchalarsiz qilib ham ko'rdim. Undayda ham biologiya o'ladi. Undayda ham yaxshi emas akvarium. Rasteniya bilan biologiya ancha yaxshi, grunt bilan ancha yaxshi, lekin gruntda tozalash mumkin, chunki menda o'z baliqlar ko'p. Men yaxshi ovqat beraman bularga. Ovqat to'g'risida ham o'zi aytib o'taman, nima ovqat berishimni. Yaxshi ovqat beraman, shuning uchun bu yerda fekaliya ko'p to'da bo'ladi. Mana bu yerdan ko'rishingiz mumkin. Kompressordan gubka katta va yana filtr ham bor. Filtr ham shunday ishlangan. Bu yerda ham xuddi shunday
nima turibdi mana. Samp turibdi. Hozir buni olaman. Mana. Xuddi shunday samp tepasida turibdi. Bu уже двойная чистка ikkilamchi tozalovchi bo'lyapti. Bu mutni tozalasa, bu esa katta nimalar. O'zida ham gubka bor buni filtrni. Mana bu rasteniyalar do'stlar. Bu akvariumda menda Valifera bilan ikki xil turdagi michnos bor. Mana tigrovый michnos. Va ikkita samkalarim bor. Bular flagovый. Lekin negadir hali tayyor emas. Ko'payishga tayyor emas. Endi bu ayb samkadanmi yo sametsdanmi bilmay turibman. Bunaqa nigralarim bor. Hali podrostik. Valifera nigra. Bu yerda bitta snejinka bor. Bu yerda dikki bor. Orange. Faqat bu yerda aralash quralash. Spesial shunday qilganman, chunki qonunni aralashtirib olishim kerak. Men chunki bilmayman bularni qoni qanday bo'lgan. Ham keyingi akvarium do'stlar. Bu yerda ham xuddi shu rasteniyalarni sekin-sekin tubakka o'tkazyapman. Sekin-sekin. O'tgancha neon sotib oldim. O'tgan obzorda aytuvdimmi yo'qmi? Neonni kelajakda ko'paytirish niyatlarim bor. Bu yerda dikki valiferalarım bor. Dalmatinlarim bor. Dalmatinsni ko'rishlaringiz mumkin. Krasavchik. Nima подростковый, lekin ishlashni boshlagan уже samka bilan. Namdaqalarim bor. Bu valiferaning nomini kim biladi aytinglar, rangini. Menimcha dikki bilan oranjni qo'shilgani bo'lsa kerak. Rangi menga juda ham yoqadi. Необычный rang. Mana do'stlar rasteniyalarim. Orqa fonda Velisneria. Filtr sistemasi bu yerda ham xuddi shunday. Gubka va filtr. Shlangdan ketgan, tepada samp. Такой mayda samp. Mana sizlarga kabellarni ham ko'rsatish mumkin. Mana bu oddiy kabel. Bu yerda trayniklar to'lib ketgan. Bu esa timer soatlari bilan qaysi soatda yonib, qaysi soatda o'chishi. Timerga 3 ta nima qo'yganman? Traynik qo'yganman. 3 ta lampam bor. Soat 9 da ertalab o'zi yonadi. Kechki payt soat 9 da o'zi o'chadi. Timer oddiy, ishlatishga ham qulay. Tepada soatning sistemasi. Hozir boshqasini bitta ko'rsam, buni olishni qulay. Mana shunaqa sistema. Mana do'stlar, bu 3 ta akvariumni obzorini qildim. Mana 4-pastdagi akvariumga o'tamiz. Bu yerda manda malineziyalar bor. Malineziyalar hammasi lirahvostvoy. Ikkita обычный malineziya bor, dumma обычный. O'zi esa sariq bilan qora aralashgan mix. Imomdaqa vodrasli bor 3 ta. Bu yerda rasteniyalar hali tubakka olinmagan. Bu yerda esa oddiy bitta gubka kompressordan. Boshqa filtrim yo'q. Shuning uchun bu
akvariumda vodoroslar ko'p bo'ladi. Bu yerda bitta samkacha yashirinib bitiribdi. Menimcha uni bu yerdagi sametslar azob beryapti. Hali samkalar tayyor emas. Mana bu samkadan niyatim kattaroq, chunki razmeri katta bo'lyapti. Ishlashga tayyor bo'lyapti. Bundaqa value dumlik malinezalarim bor. Do'stlar, buni sotib olmaganman hech qayerdan, o'zim seleksiya yo'li bilan ko'paytirganman. Oddiy qilib aytganda, kam holatda bunaqa nimani malineziyani uchratsa bo'ladi, lekin menda shu liniyani ushlash niyatim bor. Mana dumiga aytib beringlar, 3 ta bor adashmasam bunaqa malineziyadan. Hozircha rangi lekin juda ham sariq emas. Yorqin sariq emas, lekin yorqin sariq rangli malineziyalar ham bor. Ular qizg'ish rangga aylanmoqchi. Oddiy sariq emas. Do'stlar, men bu videoni filtrsiz qo'yaman. Ranglarini nima qilmasdan, nima deydi uni? Ranglarini oshirmasdan boricha qo'yaman, ko'rasizlar. Haqiqiy rangini. Baribir ko'z bilan ko'rgan boshqa narsa yo'q, lekin baribir mana oddiy qilib aytganda, mana bu orqada fonda malineziyani ko'ringlar, rangi qanaqa. Mana bu malineziyani ko'ringlar, uni ko'ringlar, rangi qanaqa. Juda ham qizg'ish. Juda ham qizg'ish rangdagi malineziya. Xullas, bu akvariumda hozircha hech gap yo'q, lekin niyatlar katta. Bu akvariumdagi baliqlardan bu yerdan malineziya olishim kerak ko'proq. Hozircha faqat katta qilyapman, boqyapman. Keyingi akvariumimiz rastlinyalar tuvakka olingan, sekin-sekin mana o'sha bo'shatyapman. Lekin bu yerdan bitta o'sha gubka, boshqa filtr yo'q. Shuning uchun bu yerda ham vodoroslar suvetlari ko'payib ketyapti. Akvarium nega pustoy deganlaringizga savol bo'lsa agar, bu yerda men Ternetsa bilan danyo sotib oldim do'stlar. Ular hozir mana bu ko'rinadimi yo'qmi, harakat qilaman ko'rsatishga. Mana qora bilan radiatorning orqasida qora bilan yopingan. Radinlik nimalarga, radinliklarga olib qo'yganman, tagida setka turibdi. Ikra olmoqchiman do'stlar. Ikra olsam albatta video qilaman. Mana do'stlar, mana bu boshidagi 5 ta akvariumni sizlarga obzorni qildim. Mana bu meni рабочий zonam, bu yerda ishlayman. Bu yerda issiq suv bor keladi. Bu yerda trubочниklarim, bu yerda aloforus bilan trubочниklarim bor, bu yerda ham, bu yerda ham. Bularni tozalashim kerak. Endi sekin-sekin tepada prosta kerakli bo'lgan narsalar bor, pechkalar, filtrlar, qo'shimcha har xil konteynerlar bor. Shunaqa skladday joy. Bu stilaj bo'ldi. Keyingi stilajga o'tamiz do'stlar. Keyingi stilajda mamdaqa отсадник, mamdaqa orasi ajralgan akvarium bor. Va mamdaqa yana orasi ajralishi mumkin, lekin ajratilmagan akvarium bor. Bu yerda orasida setkalarim bor. Setkalarni qo'ysam agar, ular alohida akvarium bo'ladi. No, bitta filtr bilan, mana bu bitta samp bilan ishlaydi. Samplar mana kasetada chiqadi. Kasetasi bor. Kasetada gubkalari bor, chiqadi. Mana shunaqa samp. İçine suvni tozalab turadi. Tak. Bu prosta shlang. Mana. Shlang kelgan, bu shlangni suv to'ldirish uchun. Qaysi akvariumga kerak? Qo'yaman, ochaman. Ochaman, suv keladi.
Mana shunaqa xohlagan akvariumgacha shlanga uzun yetadi. Xohlasam kelaman, yo'qib qo'yaman. Shuni qilsam ham bo'ladi o'zi. Obzor ketguncha. Oddiy anaqa filtrim bor. Shundan o'tadi. Va suv sovuqligi bo'lganligi uchun buni juda ham kam qo'yib yuboraman o'zim. Juda ham kam qo'ydim. Buni esa stenkaga yaqinroq qilib qo'yaman. Ostiladi. Xullas do'stlar. Bu stilajda menda o'zi svet qo'yib ko'rsatamiz. Bu stilajda Michinos to есть guppilarim bor. Sametslar. Ikki xil qizil va pandalar. Pandalar lekin juda ham chiroyli. Do'stlar, bu akvariumimiz juda ham akvariumni tozalashim kerak. Juda ham ahvoli shunaqa ko'rinishga kelib qolgan. Xullas guppilar bu yerda samkalar hammasi boyvoy. Bu yerda hozircha manda faqat guppi do'stlar. Bu yerda valiferalarım bor. Bitta samец, ikkita samka. Tagiga setka qilganman mana shunaqa. Lekin hali darak yo'q. Keyingi akvariumda ikkita samka, mana shunaqa pitnisdi. Bitta samец migra. Bu yerda do'stlar ikkita samka, sametsim bor edi. Sametsim kasal bo'ldi. Vadyanka degan kasal bor. Suvini o'z vaqtida tozalamasangiz agar shunaqa kasallik bilan kasallanadi do'stlar. Hali tirik lekin. Mana samets vadyanka bo'lgan. Yuqumli kasallik emas, adashmasam. Keyingi akvariumda balonchiklarim bor. Baliqlarim hammasi och. Bu yerda guppi bor, o'z ko'rsataman. Mana do'stlar, mana bu konteyner, bu akvariumdan keyin mana bu konteyner. Bu yerda mozaika.
Guppy mozaika. Guppyni mutaxassislari bo'lsa biladi. Juda ham chiroyli baliq. Ayniqsa dumlari. Tepadan ko'rinishi, o'zi yon tomondan harakat qilaman ko'rsatishga. Konteynerdan uncha zo'r ko'rinmaydi, lekin dumi chiroyli. Mana do'stlar, bu stilajimiz. Mana do'stlar, bu stilajimiz. Ancha Sable bug filtri bilan tozalanadi bu akvarium. Bunisi esa samp bilan. Bular oddiy kompressorni gubkalari bilan. Kompressor mana bu. Atmanovskiy. Adashmasam DP 30 modeli bo'lsa kerak, adashmasam, esimda yo'q. Mana shunaqa. Kim olmoqchi bo'lsa agar, men oddiy shlang bilan qilganman. Bu baribir menga yetmayapti, kamlik qilyapti. Keyingi stilajga o'tamiz do'stlar. Bu yerda men bu tepaga bu akvarium. Uzun akvarium. Pastda mana bu 4 ta konteyner. Pastda 3 ta akvarium. Eng oxirida katta akvarium. Katta akvarium pustoy. Prosta bu yerda filtr ishlab turibdi, suvini tozalab turibdi. Bu akvariumlar esa boshqasi tomon. Bu akvariumda esa menda somiklarim bor. Somiklar panda. Bu yerda bunaqa somiklarim bor. Oti nima edi buni? Esimdan chiqdi. Xullas oti esimdan chiqdi. Kim biladi, kommentariyga yozib qo'yinglar do'stlar. Bu akvarium pustoy hozircha. Shunchaki lampochkani ichiga qo'yganman. Bu konteynerlardan boshlaymiz. Bu yerga gupilar. Do'stlar, kabellarga ahamiyat bermaysizlar. Bardak. Endi montaj qilmayapman, chunki yangi baliqxona joyim o'sha yerni remont qilishni boshlaganman. Hamma e'tibor, hamma xarajatlar o'sha yoqqa ketgan. Bu yerga xarajat qilishni xohlamayapman to'g'risi. Bu yerda mana bunaqa qora gupilarim bor. Ikkita samец, 3 ta samka. Mana bunaqa savatcha qilganman. Mana popluvokda suzib yuradi. Setkasi bor. Baliqlar tug'ilgan paytda setkadan pastga tushadi yoki yon tomonga qochadi. Ota-onasiga nima bo'lmaydi, yem bo'lmaydi. Keyingi konteynerda mana bunaqa neobычный guplarim bor. Ularning nomini o'zim ham bilmayman. Bular endi seleksiya bo'lyapti. Seleksiyani oxirini ko'ramiz do'stlar. Bu oddiy gupi emas bular. Mana molekular suzib yuribdi. Bu ham xuddi shunday savatcha. Savatda tug'iladi, molekular qo'chadi.
Mana bu keyingi akvariumimiz, to есть konteynerimizda Guppy Damba mozaika. Bu eksklyuziv. Zo'rda qoni tozasidan. Bu yerda hali nimam yo'q. Savatcha qilishga ulgurmadim. Keyingi konteynerimiz do'stlar. Bundaqa koya bilan Guppy koya bilan Guppy panda. Hozircha aralash spetsial qilganman. İçidan keyin toza qonni ajratib olish uchun. Mana bu samka ozgina qiyshiqroq, lekin boshidagi shapkasi juda ham katta bo'lganligi uchun olib qo'ydim. Lekin qiyshiq bo'lsa ham u yaxshi tug'ilishi kerak. U tug'ilishiga hech qanaqa zarar qilmasligi kerak. Mana do'stlar, mana shunaqa 4 ta konteyner, u bilan 5 ta. 5 ta zot liniyani ushlab turibman hozircha Guppylarda. Bu stilaj bo'yicha keyingi akvarium. Bu yerda ansitruslarni sotib oldim do'stlar. O'z ko'rsataman. Valibi ansitruslar bor. O'nta. Подростковый возрастda bular. Aytgancha koreagalar bularni hayotida muhim rol o'ynaydi do'stlar. Kim agar ansitrus boqmoqchi bo'lsa, koreaga doim kerak bularga. Bundaqa zakuskalar bilan birga bodring, kapsusta. Qo'yish do'stlar. 10 ta uvalibi ansitrusim bor va 4 ta Sevilla bor, psevdoskat. Bular yashirinib yuradi o'zi, svet ham bo'lmaydi bularga. Va psevdoskatlarni videoga olishga harakat qilaman. Mana do'stlar, pseudoskat. Shundan 4 ta bor. Rangi juda ham, formasi ham juda ham bir chiroyli baliq. Menga yuragimdan bir alohida joy olgan baliqlardan biri. Anchadan beri niyat qilib turuvdim. Shu baliqni oldim do'stlar. Yer koreagalar bilan to'la. Ansitruslar mazza qilib turibdi. Svetni o'chiramiz do'stlar. Uchinchi stilajimiz shu, mana 1 qator, 2 qator, 3 qator, 4 qatorlik stilaj. Sizlarga obzorni qildim. Xo'sh, keyin ikkita bo'sh akvarium bor. Bu bardakka e'tibor bermanglar do'stlar, bu рабочий zonada. Buni yig'ishtirishni imkoni yo'q, hozircha imkoni yo'q. Alohida baliqxona qilgandan keyin balkim bo'ladi. Mana bu do'stlar, ko'rsataman sizlarga. Mana bu yerda ternatsiyalarim bor. Va danyolarim bor. Endi bularga xalaqit bermaymiz, chunki men bularni ikra olish uchun qo'yganman. O'sha uchun salafam bilan yopib qo'yganman. To'g'ri tushunasizlar do'stlar. Ikra qo'yib bergandan keyin albatta bitta yana video qilaman. Bu yerda menda 9 ta konteynerim bor. 8 ta 9 ta konteynerim bor. Stoy akvarium. Bu yerda uy xo'jaligi banka-mankalar. Mana bunaqa dekoratsiya bor do'stlar. Mana bu yerda akvarium bor, yaqinda qo'yaman, zapusk beraman.
Mana bu akvariumni travnik qilyapman, zapusк beryapman. Mana filtri mana bunaqa ryukzakchok filtr bilan. Mana buni ham zapusк beruvdim. O'zi yana bir dizayn qilish bilan o'viraman. O'zicha shunaqa. Vaqt to'liq hamma narsaga yetmaydi do'stlar. Tepada mana bunaqa svetilniklar bo'ladi. Bu yerda travniklar qilish niyatim bor. Faqat shunday. Keyingi akvarium bu отсадникga o'xshagan narsa. Bu yoqqa baliqni qo'ysangiz agar, bu yoqqa tug'iladi-da, bu yoqqa pastga tushadi. Shunaqa narsa. Bu Ruslan aka menga berganlar. Hali ishlatganim yo'q lekin. Keyingilar. Bu yerda ikkita akvarium bor. Bundaqa spesialniy setkada turibdi. Bu yerda ikkita akvariumda ham bundaqa Malineziya valifera balonchiklarim bor. Bu yerda ko'rinadimi yo'qmi? Oq balonchiklarim tepadan ko'rsataman. Burada qora va diki. Bunlar shunaqa. Michinoslarni ana shu yerga ko'chirdim do'stlar. Mana bu xalsadlik qildim. Michinos Santa Claus baliqlarim. Bolalari tug'ilgan paytda mana shunaqa bu yoqqa tushadi. Katta akvariumga tushadi. Bolalari ancha katta bo'lib qolishdi. Bu yerda michinosni bolalaridan tashqari yana guppini, Malineziya valiferani maloklari ham bor. Hali ovqat berganim yo'q. Bu stilaj, bu yerda stilaj yo'q, shunaqa joy. Mana keyingi akvarium do'stlar mana. Hali ishlab turgan joyda, hali suv ham qo'yib o'rganim yo'q. Bundaqa polka taxladim. Suv qo'yirish niyatim bor. Bu yerda havuz bor edi. Havuzchani ustini yopib, bu yerga akvarium qo'ymoqchiman, chunki havuzni suvini yerdan tozalash menga qiyin bo'lyapti. Shuning uchun buni prosta как polka ishlataman-da, ustiga akvarium qo'ymoqchi niyatim bor. Bundaqa timer ham do'stlar. Soati bilan bu buzilgan. Mana bu yerdan timer bor menda. O'zi vaqti kelgan paytda yonib o'chadigan. Tepada Artemia. Bu yerda yana Sebo kompressori bor 4 talik. Bu akvarium menga Ruslan aka berganlar. Ruslan akaga alohida minnatdorchilik bildiraman. Katta rahmat. Yana ko'p akvarium berib o'rdilar, hammasini ishlatganim yo'q. Baliqlar bo'yicha shu. Nima ovqat berasiz, nima ko'rim berasiz degan savollarga ikki mahal kattalarga bundaqa suxoy ko'rimim bor. Ko'rsataman. Mana bu yerda o'simlikni ham, rastительный nimalari ham bor, ingredientlari ham bor. Qulay menga. И trubishniklar bilan ovqatlantiraman. Bir mahal suxoy. O'z ko'rsataman. Video olib esdan chiqdi do'stlar, suv qo'ydim, to'lib ketibdi. Mana, pritik to'libdi. Mayli hech qilsa yo'q, zarar yo'q. Do'stlar, konteynerning og'zini ochdim, svetini yoqaman. Mana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Bu bitta katta konteyner. Bunday konteynerda menda ko'p. Men umuman живой korm, motil sotib olmayman.
Faqat sotib oladiganim artemiya bilan ozgina suxoy korm sotib olaman. Основной ana shu narsa bilan ovqatlantiraman. Lezva bilan maydalab beraman, o'zi ko'rsataman buni. Mana do'stlar, oldu. Bir qo'lda qilish ozgina qiyin. Mana kesdim do'stlar. Lezvada pinset bilan beraman. Baliqlar juda ham buni ishtaha bilan yeydi do'stlar. Eng yaxshi ko'rgan ovqati. Aslida maydalamasdan bersam bular yeydi. Bir posta yeb tashladi. Do'stlar, maydalanmagan turbichni ham berib ko'ramiz. Qanday yeydi. Bular uchun bo'lmasa hech narsa emas, maydalanmagan bo'lsa ham yaxshi edi. Chunki razmeri уже mayonezlarni katta bo'lgan. Videorolik juda ham uzoq cho'zildi, chunki montaj qilinishini xohlamadim. Bo'richa hech qanaqa sirlarni ko'rsatmasdan sizlarga video qilib ko'rsatayman, obzor qilyapman do'stlar. Do'stlar, shunaqa gaplar. Hozir yana ishlarim bor. Hozir qaytib yana bitta video olaman rus tilida, rus podpischiklarim uchun. Rus emas endi, rusiy zabon desam to'g'ri bo'ladi. Chunki qozoq, qirg'iz, Turkmanistondan ham podpischilar bor. Ular rus tilidagisini ham yaxshi ko'rib, like bosib, podдержка qilishadi, o'sha uchun. Shu do'stlar, obzor yoqgan bo'lsa, bitta like. Bu format sizlarga yo'qmi yoki odatdagiday montaj qilib qisqaroq video qilsam yaxshimi yoki shunday bo'richa, как есть, qanday bo'lsa shunday ko'rsatyapman, hech qanaqa montajsiz, hech qanaqa sirlar nima qilmasdan, hammasini bo'richa, bardagi bilan ko'rsatib o'tiraman. Shu sizlarga video ma'qulmi shu formatda? Fikrlaringizni kommentariyada qoldirasizlar degan umiddaman. Do'stlar, yoqqan bo'lsa bitta like. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ko'rishguncha.